Gülnisa Abbasqari qizi ömrünü adil emgekке, ailesiga ve yaqinlariga beg'ishilgan, qalbiy mehr muhabbatga to'lgan, ichki dunyosi boy ve izzatlik onlarning biri edi. Uning hayot yo'li sabr, chidam, tirishchanlik ve ailelik bo'lgan cheksiz mehr muhabbat bilan so'rilgan bo'lib, yaqinlariga bek kuyimchan bo'ladigan. 1962-yili ailesi bilan Ani diyardan ko'chib kelgandan keyin hayotning ig'ir sinoqlariga duch keldi. Yeni muhitga moslashish, turmushni qayta qurib chiqish oson bo'lgani yo'q. Mana shu qiyinchilikqa to'lgan yillarda Gülnisa hada ota-onasiga tayanchi bo'ldi. Ishga o'rnashib, ayilining turmushini o'ngshash yo'lida jon pidonlik bilan emgak qildi. Uning emgak faoliyati ishlab chiqarish, tikinchilik hunari ve savdo sohasi bilan zich bog'landi. Gülnisa'da faqat bir hunar egisi emas, balki go'zallikni nafsiz qildigan jon edi. Qayerda yurmasin o'zi bilan birga tozalik, tartib va go'zallik muhitini elib yuradigan. Gülnisa Abbasqari qizning eng qadrli aloyiliklarining biri, uning inson qalbiga yaqin, dillarga iliqlik beg'ishlaydigan suhbati edi. U hayotdagi voqealarni shunchalik ta'sirlik, yumor aralash mehr bilan so'zlab beradiki, uning atrofi har doim shodlikqa, mehr muhabbatga to'lib turadi. Aile a'zolari bilan urug' tuqqanlari uning hikoyalarini anglash uchun atrofiga jam bo'lishadi. U farzandlarini mehnatkashlikka, oila birligini qadrlashga, kichikpeyil va mehribon bo'lishga o'rgatdi. Gülnisa Abbasqari qizi ailesining yuragi, uyining nuri, yaqinlarining maslahatchisi ve mehr daryosi edi. Bugun kunda u aramizda bo'lmasa-mu, uning iliq ovozi, mehribon chehrasi yaqinlarining qalbida mangu yashaydi.